qo'ylarni cho'miltirsanglar qanaqa foydali taraflari borligi haqida bugun tushuntirib o'tib ketaman. Ko'ryapsizlar, mana o'sha cho'miltirishni boshlaganman. O'sha bundan buyon yoz fasli keldi. Cho'miltirib turish kerak. Nasosda, shlankada nasos tortganman. Cho'miltirishni boshlaganman. Nima foydali tarafi bor? Ya'ni mana ko'ryapsizlar, mana kirlarini oqishini. Mana bu hammasi o'sha dalada yurgan chang, o'zidan chiqadigan yog', teri hammasini hozir yuvib tashlayapmiz. Bu yemlanayotgan qo'ylar bo'lsa yoki mana bunaqa qo'rada bo'lsa, et olishini yaxshilashtiradi. Har xil kasalliklarga chidamliligini oshiradi. Ya'ni teri formasi bitib qolgan. Cho'miltirib tursanglar, o'sha teri formasi ochiladi. Biz ham boshlaganmiz. Bundan buyon yoz fasli keldi, cho'miltirishni boshlaganmiz. Iloji boricha bir oyda 2-3 marta cho'miltirish tavsiya etib qolaman. Sharoitlar bo'lsa, undan ham ko'p cho'miltirish maslahat beraman. Yemlanayotgan qo'ylar bo'lsa, molinglar bo'lsa, ko'proq cho'miltirsanglar, o'sha berayotgan yeminglar hammasi rezultat berishni boshlaydi. Hammalarning chorvalarga baraka bersin, ishlarga omad akalar.